Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Mana Qo'qon shahar saxiy magazinimizda yangi kelgan 7 ot kuchli motobloklarimizni video obzorini qilib beraman va keyin 9 ot kuchli, 18 ot kuchligacha bo'lgan motokultivatorlarimizni videolarini qilib, komplektlarida nimalari bor va garantiyalari qanday holatda hammasini aytib o'taman. Hozir ko'rib turgan Fora firmaga tegishli 173 motorli Salarka motoblogimiz mana ko'rishingiz mumkin. 7.5 ot kuchli. Motori 170 emas, 173 bo'ladi akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Oldi emblemasi ham bor va mana bu yerda o'zini yozgan 173 belgisi ham bor. Motorda o'ziga o'yib yozilgan. Bunga Salarkani zo'rini, yaxshisini quysalar akalar, motor qizimaydi. 7 ot kuchli benzinliga qaraganda o'ta baquvvat va sifati ham o'ta boshqacha. Bularimizni $450 dan qilib beramiz akalar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Komplektlarida 4 qator o'ng va 4 qator chap komplekt frezalari bor. Ularni qo'shib beraman akalar. Xo'p, bularimizga 1 yilga servis garantiyalarigacha beramiz. $450 bo'lish narxi akalar, ko'rishingiz mumkin. Mana shuni 60 agatga tushadi va orqa lemixini o'rniga bemalol plug ochar qo'yib ishlatsalaring bo'ladi. Va buni o'chiradigan va qo'shadigan gazlari hammasi o'ta boshqacha, originalidan qo'yilgan. Bemalol bosib olib ishlatsalaring bo'laveradi. Mexanika bo'ladi bular, seplinalari bor va zadniylarigacha bo'ladi. Ikkita oldinga skori bo'ladi, orqa bilan zadniy 3 ta skori mavjud. Xo'p, bularimizga aptitkadan keyin universal maslidan quyib, aptitka qilib bo'lganlaringdan keyin dizmasli quyib ishlatasizlar. Benzinli motorga nisbatan ancha baquvvat va kilosiga nisbatan ham ancha og'ir bo'ladi akalar. Dekompressorni bosib, tortib o'tatiladi. Statori yo'q. Endi benzinli statorimiz mana 5 millionlik motoblogimiz ko'rishingiz mumkin. Benzinli 400 ga 10 lik shiroki balondan qo'yilgan, Salarkaliniki 400 ga 8 lik bo'ladi. Kimga qanaqangiz kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Statorga bemalol o'taydi. Bitta kalitni burasalaring mana o'taydi akalar. Yog'ini, benzinini quyilsa bo'ldi. Bularga ham 1 yilga servis garantiyasini beramiz. Firmasi sifatli firmalardan bo'ladi akalar. Original firma, Rato Tiller firmadan kelgan. Endi bunimizda xo'p, aravacha tortami deb so'raydiganlarga tortadi akalar. Aravacha yasab ham qo'yganmiz. Oldingi videolarimizda ko'rsatamiz va yana ko'rsatib o'taman. Rato Tiller firmali akalar, farali motoblogimiz 410 lik bo'ladi. Mana shu statorli farali varianti. Bunimizda ham kam kettigini qilib beramiz. Optim narxlarda qilib beryapmiz. 3.900.000 so'm qilib beraman akalar. Komplektida kulishlarigacha bo'ladi. So'mkachalarigacha hamma narsasi bor. 3.600.000 so'mga ham farali avangard firmali motobloklarimiz bor. Bularni ham qo'shib, bularda ham 4 qator o'ng, 4 qator chap komplekt frezalari bor, qo'shib beriladi akalar. Va oddiy motobloklarimiz ham bor. 3.5 million, 3.600.000, 3 million so'mdan boshlab $450, ya'ni 6 million so'mgacha bor hamma motobloklardan bizda mavjud. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar.